onamni yo'qotganman. Yashab ketsam yaxshi. Olamda 57 yoshdalar, Andijon shahrida yashaydilar. Jigar sirrozini eng og'ir etapidalar hozir. Reanimatsiyadan hatto dori-darmonlariga imkoniyatlari yo'qligi uchun o'zlari ariza yozib olib chiqib kelgan ekanlar. Qonim ishadi. Suv to'planish, dimlanish bor. Sharoitim dorilarimga ololmasdan qon ketib olib reanimatsionda bir kun yotib chiqib bordik. Pul yo'q. İmkoniyatimiz yo'qligi sababli operatsiya deyishyapti. Bularga zaruriy yordam kerak operatsiyalari uchun. Hozir mana dori-darmonlari hammasi tugagan. Dori-darmonlarni olishga ham imkoniyatlari yo'q. Mas farzandlarim uchun umid qilyapman, o'g'illarim. Yashab ketsam yaxshi edi. Mana qizlarim deb 25 yil ishladim oshxonada idish yuvib. Sizlardan iltimos, shu menga yordam bersanglar. Allohim o'z dargohida qabul qilsin. Allohim rozi bo'lsin. Xolamdan ko'p qiynalmaymiz. Hozir gapirganlarida og'izlari ba'zigina mazalari bo'lmayapti. Meni o'zim ham shu qatorda onamni yo'qotganman. Jigar sirrozi orqali yo'qotganman onamni. Keling, mana shu ehsonni bitta onaning hayotini saqlab qolish uchun qilaylik. Tasavvur qilinglar, kimning onasi olamdan o'tib qolgan bo'lsa, o'sha onalarimizga sog'liq yetib borishi uchun shu insonga ehson qilaylik. Agar kimning onasi hayot bo'lib baxtli bo'ladigan bo'lsa, o'sha onalarini umrlari uzoq bo'lishi uchun niyat qilib, Allohga duo qilib, ularning nomidan ehson qilib, mana shu onaxonni saqlab qolaylik. Qo'lingizdan kelganicha yordam beringlar yoki bizga aloqaga chiqinglar. Biz ularning shaxsiy raqamlarini, shaxsiy ma'lumotlarini beramiz. Birgalikda bir insonning hayotini saqlab qolamiz. Sizlar uchun arzimagan o'sha 5000 so'mmi, 10000 so'mmi pul tasavvur qiling, bitta insonning hayotini saqlab qolish mumkin. Bu yashab turgan joylari kichkinagina xona, bu tog'alarning uyida bitta o'sha tashqaridagi kichkina uychasini yashab turishga vaqtinchalik berganlar. O'zlarining o'g'il farzandlari ham yo'q, boquvchilari ham yo'q, turmush o'rtoqlari, yolg'iz qizlari bilan birgalikda mana shu xonada yashaydilar. Bizda hammasi o'sha navbat qo'yiladigan video, lekin bu onaxonni hozir kutishlariga imkoniyatlari yo'q. Ularning oldida hozir og'ir gaplarni gapirgim kelmayapti. Bularni qiynab, lekin holat siz ko'rib turgandan ko'ra ancha og'ir. Mana shu kunlarda kimdir ehson qilmoqchi bo'lsa, yordam qilmoqchi bo'lsa, biza o'zlarini karta raqamlari bilan o'zlarining telefon raqamlarini qoldiramiz. Xolasi yaxshi bo'ladi, xolajon. Xalqimiz sog' bo'lsin, o'g'lim.